Shuncha yildan beri eng zararli mahsulot ishlatib yurganingizni hozir isbotlab beraman. Siz o'sha magazinlardan olgan o'lvislaringiz eng qimmatini olsangiz ham yaxshi himoyalanmagan va zararli hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz zararini bilib olasiz. Bizning korporatsiya o'lvislari kumush qoplama bilan himoyalangan. Ochganingizda yana bitta himoya qoplami bor. Sababi chang va infeksiya tushmasligi kerak. Ikkalasiga ham bir xilda 60 grammdan suv quyamiz. Ko'rib turganingizdek bittada suv shimayapti. E'tibor bersangiz, bizning o'lvislarimiz o'rtasida maxsus yashil chipi bor. Bu shamollashlarni o'ziga tortib olish va davolash xususiyatiga ega. Eng asosiysiga keladigan bo'lsak, hayz ko'rganingizda ichingizdagi bor infeksiyalar tozalanib tushadi. Lekin siz shunaqa sifatsiz mahsulot ishlatganingiz uchun to yengisiga alishtirmagunizgacha bor infeksiyalar yana ichingizga qaytib kiradi va oddiy narsalarga e'tiborsizligingiz sabab kuchli kasalliklarni orttirib olishingiz mumkin. Videoni sog'ligingiz uchun muhim bo'lgan opa-singillaringizga jo'natib qo'yinglar. Ular ham xabardor bo'lishsin.